Diqqat qiling, tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 10-noyabrdan 13-noyabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar 10-11 kunlari kechalari 05 daraja iliq, kunduz kunlari 12-17 darajani tashkil etadi. 12 hamda 13 kunlari kechalari 2-7 daraja iliq, kunduz kunlari 15-20 darajani tashkil etadi. Ushbu kunlari respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar 10-12 kunlari kechalari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduz kunlari 8-13 daraja iliq bo'ladi. 13 kuni kechasi 05 daraja iliq, kunduz kunlari 10-15 daraja iliq bo'lib turadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.